Havali M6 mashinamizga 30 talik metanni yechib, bitta 65 talik propan uстановка qilib berdik. Akkuratni holda ertaga uyga borib zapaskani qo'yganda ham tushadigan variantda qilib 65 talik silindrli balon uстановка qilib berdik. Bu yoqda Kia Sorento mashinamizga 73 talik balonni ideal holatda uстановка qilib berdik. Baraka avtogazda ishchalarimiz kechqurungi holat Kia Sorento mashinamizga original zapislarini uстановка qilib berdik. Alex Ideo pulga upravleniyalar bilan. Mana havoldan 30 talik chiqdi. Shu 1-2 kun ichida klient chiqsa 30 talikni ideal uстановка qilib beramiz. Bu yerda qora Gentra mashinamizga bagajda kattaroq joy qoladigan uстановка qilib beramiz. Hozir ko'rsatib o'taman balon tortgandan keyin. Bu yerda Cobalt mashinamizga 90 talik balonni ideal holatda uстановка qilib beryapmiz. Cobaltimizga miyasini polsha qilib, farsonkasini ham polsha qilib ideal uстановка qilib beryapmiz. Gentramizga ham metan, ham propan uстановка qilib berdik. Kirayni bu tarafda qildirib, mana bagajda ham katta 90 talik qanday tursa o'shanday holatda 100 talikni joylab berdik.